Leksimizi davamlaştırmaz hürmetlik vatandaş. Bugünkü islahı 2022 yıl 3 ayının 10. günü. Endeki mavzumunda Prezident Vladimir Putin patka kapattı. Arkoylu'da yangın yandı. Mavzula haber 3 ayının 9. günü ben bir torbiti ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Vladimir Putin Ukrayna'da onaysız ahvalga düşüp kaldı. Rusya bilen Ukrayna toqunuşu barğansırı keskinleşmekte. Xalqara embargo qilishni keltirib chiqiribla qalmay bu toqunush xalqara da Rusyani bir meydan ayıplash başlandı. Rusya'nın ichki qismida ham qarshi fikrlari o'ttirib ko'tarildi. Jumladan Rusya'nın 180 nafar generali Rusya va Ukraina urushiga qarshi turdi. 2000 nafar ilim-fan odami urushga qarshi turdi. Hamda sobiq diplomatiya ministri Rusya'nın urushga qarshi turdi. Rusya'nın bayvatçilari hamda siyasi sarxillari, keyingi avlod siyasi yo'llari Ukraina Rusya urushiga qarshi turdi. Sobiq prezident Yeltsinning nevrisi hatta prezident Vladimir Putinning bayonotchisining qizi hammasi universal matbuotlar orqali urushga qarshi meydanını ifade bu inkaslar hamma tarafdan diqqatini qo'zg'adi. New York Vaqt gazeti xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Sobiq prezident Yeltsinning, ya'ni marhum prezident Yeltsinning nevrisi Mariya Yumashevich IG bu bir matbuot bo'lishi kerak da Ukraina davlat bayrog'i suratini e'lon qilib, urushga qarshi maydonini ifade qildi. Mariyaning so'ygini Rossiya davlatlik futbol komandasining a'zosi Semolov IG'da oshkora maqola e'lon qilib, urush to'xtashi kerak dedi. Yana bir xabar. Jungo va Rossiya Ukraina biyologik kimiyalik qurollar barligi to'g'risida o'sak tarqatdi. Jungo va Rossiya Ukrainada biyologik kimiyalik qurollar barligi to'g'risida o'sak tarqatdi. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat mahkamasi bu to'g'rida bayonot e'lon qildi. Mavzula xabar 3 ayning 9 kuni Amerika ovozining Xitoy tel programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Bayonot bendikçe. Ukraynaga tajovuz qilgan Rossiya Amerikani ayblab, Ukrayna davlat ichida biokimiyalik qurollar bilan shug'ullandi deb ko'rsatdi. Jungo aloqador taraf bu o'sak so'zdagi do'st tartishib berdi. Davlat mahkamasining bayonotchisi Ned Price 3 ayning 9 kuni bayonot e'lon qilib, Rossiyaning saxta xabar yasab foydalanayotganligini va buni Ukraina hujum qilishning sababi qilganligini tanqid qildi. Bayonotchi Ned Price, ya'ni Jungo amaldorlarining Rossiyaga do'st tortishib, bunday suiqasdlik tadbiri bilan sapsata tarqatayotganligini aybladi. Bayonot mundaq. Kreml saraya qasdan Amerika Ukraina bilan birlashib, Ukrainada biokimiyalik qurollar faoliyati bilan shug'ullandi deb qip-yalang'och sapsata tarqatdi. Biz yana Jumhur Xalq Jamhuriyati amaldorlarining bu suiqasdga do'st tortishib berganligini ko'rib turdik. Rossiyani bu uchturi butunlay sapsatadi. Balki bu Rossiya tunji qatim ijod qilib, boshqa davlatlarga qaratgan sapsatimi emas.
Belki bundaq səbsətilər köp yıllardan beri xulası xarakterlik, içib taşlaşlağa uçturğanı idi.